Bizam prosta pulimizni shildi, natija olmadik, qaytib keldik deydi. Menga kerak emas o'sha gapinglar deyman. Bir qizlar u ketyapti qancha qizlarda. U qiz keyin joyi chiqib erga tegsa tug'yapti. Uje ota-onasidan charchaganda ular. Bo'l bo'lmasa uni boshqa uylantirib onasi o'pmaganiga deydi. Mana shunaqa narsa bo'lyapti. Shuni gapiring, onasi o'pmay uylantirib qo'ygani bilan boshqa yurtni, boshqanikini qo'yib qo'yadi, nomahram, bu mana shunaqa gaplar bo'ldi. Doktorlarim biznes qilib olgan deydi. Haqiqatan ham shunaqa. Qayerdan bilaman, men bilan hozir gaplashib ko'chada nima bo'lishingizni. So'rardim-da, faqat ko'p yig'lardim. Yo'ldami, qayerda bo'lsa ham. Ichimdagini o'sha farzandga zor bo'lib turgan ona tushunib yetadi. qizlar uvol bo'lmasin, oilalar uvol bo'lmasin deyman. Shoshilmagin, tug'mayaptimi xotin, keyin mana tekshiruv bor. Befarzandlik nimasini ravo ko'rmayman, hatto dushmanimga ham. Men qo'rqqanim shuncha pul sarflaganim havoga uchib ketsa-ya. Konditsioner emassiz yoki xolodilnik emassiz. Tok bo'lsa ishlaydigan, tok bo'lmasa ishlamaydigan. Ajrashtirib yubordi deylik-a, u boshqasiga uylantirgan bilan yana bolasi bo'lmaydi. Hammasi как положено, документально, честно ishlaydi. Men shunisiga besh ketim doktorlarga malades. Rostdan ham malades. Mani sehrli palchkam yo'q deyman. Ko'p so'f 200 ming qo'ying, bo'ldi homiladorsiz chiqib ketavering deydigan. Qaynanalarga yoki bo'lmasam 1 yil 8 oy o'tgandan keyin ha degan 2 qat bo'lmasa xotinni tug'mas ekansan deb Zor bo'lib farzand kutayotgan, yillab kutayotgan onalar tushunadi-da bu narsani.